haykalni qaranglar вообще. Ana mahab qaratdek haykallar ekan. Kichkina bor. Achincha, uni bilaman. Cho'g'atali tillolarni. Tojikistondan tillodan nima bor? Ana bor-ku, Farg'onada satke. Tip ashimga o'xshar ekan-a. Satke yaxshi. Voy, uni deganim yo'q. Просто nikim qara. Sevgi. Ha, o'sha kelmaydi. O'zbekistonga ham boraman. Faqat Sevgiga boradi. Unaqa Qachonga borsan, Eliboyga kelishyapsan. Faqat Sevgiga borsan. Voy, bo'ldi. Turaman. Fu, вообще вот такие holat ekan va zabar qushlar, narsalar bor ekan. Biz buni bundan haykalni ko'rishga keldik. No, orqa tarafda bundan ham qo'rqinchli tushga kirib chiqadigan haykallar bor ekan, keyin ko'rsatamiz. Mana ajoyib ekan. Buni qushlardi. Senam 25-mayga ham kech qolib kelganman-ku. Sizlar kapital o'rniga yaxshi ham shar uchirgansizlar-da, alam qo'ymaydi. Men siz shar uchirishgan bular. Salonga 5 tami borib 9dagi maktabga kelganman. Nechta uchirdim? Oh, mana bo'ldi. Malayziyaga qaytdik. Vau! Vau degan narsalar buddizmmi bu? Tavba qildim, astag'firulloh. Endi просто nam. Tavba qildim, astag'firulloh. Просто oddiy narsa mana. Просто suvenir bu, boshqa hech narsa emas. Hali sesasini ko'rasan, ona. Keyin issiqlik uchun juda ham issiq. Keyin men tualetlarda bo'lmay turaman. Pulli bo'lish faqat O'zbekistonda bo'ladi, lekin Malayziyada ham kirib hozir lekin sharoitga arzimaydi. 3000 so'm bo'ladi, o'zbekchasiga bo'lmaydi. Koreyada bepul, hamma joyda bepul, top-toza. Konditsionerlari bor, sovun ham yo'q. Batu Caves deb yozilgan. Cave degani g'or degani. Qo'y. Biz barcha baqa kirmaymiz. Bu biz nimamiz bor, nimamiz bas. Biz buni haykallar oldida 2 qilib tushsak bo'ldi. Oddiy, mana shunaqa ekan. Bu ibodatxonasi shekilli, по-моему. Odam gavjum. Mana shunaqa ko'rib turibmiz. Atrofda turistik avtobuslar. Endi biz o'zimiz qoldik, sheriklarimiz ketishdi. Hotelimizga ham o'zimiz boramiz, uzoqda. Ovqatimizni ham o'zimiz olamiz, shunaqa. Thank you. McDonald's burger zakaz qildim. Kuch keldi. Kashugimni ichib berasizlar, endi dovqot. Primoy. Manikam chepti. Ura! Biz o'rtoqlar, shuna asabimiz uzyapti. Bu tripda nimaga desanglar, buni men bilan birga kelgan, biz bilan kelishmovchiliklar tufayli hotelimiz topish kerak edi. Hozir ovqatlangandan chiqqandan keyin taksi 10 ming mu atrofda 1 kilometr ketdi. Ну, men Seuldan chiqib taksiga o'tirmayman, chunki avtobus yurgan. Chunki Seulda bunaqa bo'lmaydi 1 kilometrga. Конечно, chet elliklarga ko'p etadi. Qimmat qilib. O'zimizda ham shunaqa, hamma joyda shunaqa-ku. Agar taksida apparati bo'lmasa hisoblab turmaydigan yoki bo'lsa ham balki har xil kilometrga qarab boshqa davlat baribir. O'zim topishga harakat qilyapman. U qiz o'zi bo'pti, shu umuman 100 ming, 90 ming atrofida, 80 ming atrofida pulda ishlatgisi kelmay ketaveryapmiz. Men ham jim turibman. Bizda Wi-Fi yo'q, ko'chadan topish kerak, biron joylardan, binolardan. Keyin aytayaptiki, men atrofda ko'chalarda odamlardan so'ra, odam yo'q atrofda, mana chiqadida. Ular ham tekinga olib bormaydi, qachon olib borib qo'ymaydi, bilmayman. Koreyslardan lekin olib boradi. Keyin yurib ketdi, men ham orqasida yurdim. Keyin bu tarafda tom o'xshayapti. Bunga ketsam orqamdan kelmayapti. Balki o'zi topar yo
taksidagilar bo'lishgisi kelmaganmi pulni o'rtaga qo'shib. Chunki men sayohat davomida boshidan pulni bo'lishib kelyapman bu qiz bilan. Bilmadim, oxiri baxayr bo'lsin. Suyuga borgandan keyin ko'ramiz nima bo'lishini. So, men topolmasam taksi olamanmi yoki Armani hotel topamanmi ko'ramiz. Yo'lda 18 minut har xil yo'llardan borish kerak edi. Asabni qo'ziganidan gapirgaman kelmayapti, lekin musofir yurtdaman. Musofir yurtda o'zbeklar eng ko'p sharmandali ish qilib, yordam qo'lini cho'zmaydigan bo'lishar ekan. Shuni videoga olib qo'y dedim. Evidence-daring sifatida. O'rtoqlaman hotelga yetib keldim. Ancha yurdim, betlarim qizil. Bitta qora tanli odam, rahmat bo'lsin, mehribon ekan, so'fcha o'qib, hamma problemani gapirib, menga taksi zakaz qilishni aytdim. 6 regatkina tushdi, haligini 30 regatda. 30 regat 90 ming o'zbek pulida, bitta 18 mingga taksiga kelgan bo'lsam, bepulga keldim. Menga to'lab ham qo'yibdi. Rosa xursand bo'ldim, Xudoga shukr. Peshonam yarqiraganda, shunaqa yaxshi insonlar uchraydi, yaxshi niyat bilan yursa. Lekin buni kelib turgan sherigimga bugun dars o'taman. Degan ish noto'g'riligini u ham birga kelgan bo'lardi. Men shu hodisa tufayli bepulga keldim. Hozir o'zimga kalik yasattiraman, chunki hotelga kirishga biz depozit puli berganmiz. Men 100 ming won berganman, 80 dollar atrofida. Hozir yasattirib kiraman xonamga. U qiz telefonni olmayapti. Hozir karta yasattirmoqchi edim. U qiz ham taksida kelibdi. Balki to'lagandir, bepulga kelmagani aniq. YouTube'ga chiqsa chiqar, aytaman. Hozir ikkinchi kartani ochtirmoqchi, ikkinchi karta mumkin emas. Sani o'rtog'ing keldi baqadi. Taksiga keldimsan, chunki mendan tez kelishdi iloji yo'q edi. Chunki men taksida ishlatdim, ancha yurgan bo'lsam. Yursa ancha ketardi bu. Taksida kelibdilar. Biz mana normalligini gaplashib olib chiqdik basseynga. Это что? Mana basseyndan Petronas Tower ko'rinar. Bittagina odam bor, endi uni videoga olmayman. Inson haq-huquqlari degan narsani bilaman. Va shuni chegaralagan holda ko'p narsani aytdim ichimdagilarni. Chunki ajoyib sayohat zo'r bo'lyapti ham deya olmayman. Shunday yerda turgan kiyimlarda shunday kiyib olaverdim. Xalat kiyib chiqishdi o'rniga. Nimada? Lekin men hozir cho'milmayman va pishim yarqa jicha shom bo'lsa qorong'i hozir ko'zim olyapti bu. Birolar keyin shomdan kechki paytga ulansa ikki xil video, yorug'da qorong'ida chiqsa menga kerakda. Hozir cho'milsam, keyin qorong'idagi atmosferani ham xohlayman. Video 2 marta chiqib tush. Voy. Net. Men hozir cho'milmayman bo'ldim. Judayam yarqi havo, chunki quyosh tepada turibdi-da, soat 1. 12:01da tepada turadi, prям umuman ko'zga olib, ozgina dam olib, yaqinlarim bilan gaplashib, keyin qataqxonam keldi. Manda dam olishim kerak. Ha, bizda ajoyib ekan hozir qilinglar. 25 13 ami, mana 10-11 xona mashina bo'lsa, qolgan xonaga buni zinaga o'xshab ichidan kirsak, yana o'z xonadan chiqadi. Bir hospital nimaga o'xshaydi, kasalxonaga bor. Koreyga dugonam tug'ilgan kuni nishonlashga borganimizda 3-4 ta qiz bitta xonada qolganmizda. Zo'rida bunaqa emas. Bunda ichiga tashlagan. Endi kodini kiritishim kerak. To'g'ri, basseyn yopishib, o'zim 8gacha ishlarga. Men bir soat qolganda yaqinim telefon qilib uyg'otib, basseynda cho'milib oldim. Shu sherigim bilan uxladim. Wow, ana endi mana chiroyli havo. Вообще. Masalan, qo'yib bir chekkadan kiramiz. Вообще. Atmosfera. Chiqib chiqmadi hotel. Yangi hotellik uchun odam kam ko'rsatmaymiz. Issiq bo'lsa ekan jamoaga nima? Masa. Lekin juda sovuq. Aliga issiq paygaydi-ku. Lekin hozir osmon chiroyli. Kecha qorong'i tushadi 8da. Ko'rsataman. Keyin qarang.
39 etaj. Qaralar. Tepada sport zallar. Chuqur bas-basing shekilli. Bo'sh. Klassna zakat. Menga zakat qiziq. Quyosh tepadan chiqib turishidan ko'ra. Alhamdulillah, mavaziga kelganim uchun I'm so happy. Oh my gosh. So enjoy your youth, enjoy your life, spend time with favorite ones, your lover, not the toxic ones, please. Faqat odamlardan qochinglar. Sevgan insonlar bilan vaqt o'tkazib, boshqa aylanib yurish nasib qilsin. Masjidga zakat quyosh. Zakat bilan zask. Orqada uncha bino yo'q-a. Mana ko'p, yana juda ko'p bino, har xil tavrlar, Petrona tavr, Xitoydagiga o'xshagan tavr, Samsungga o'xshaydi, o'zimiz bashiga ham. Lek qilsa yana kam binolar, shunaqa ekan malayziya. Biz Kuala Lumpurda shunaqa ko'rdik. Boshqa shaharlarga bormadik-ku, dengiz, keyin budda taraf, yashil. Shunaqa. Sayohat qildik. Bo'ldi. Endi xo'jayin yo'limga. Hotelimiz juda yangi, hali hammasi asoslangan. Mana sport zal, eshiklari ham hali shunaqa swimming pool ochiq, keyin xonalar ochiq. Mana bilmadim, hamma xonalar remontni ham ba'zan o'zi eshitib turadi. G'oyat ishlatishdi. Attraksion bo'lgan. Maza qilib uxlab, gaplashib, yaqinlarim bilan gaplashdim. Can't get you out of my head. O'rtoqlar pulini razmeri har xil ekan. Buni eng kichkina puli bo'lsa, razmeri ham kichkina. Bizda razmer bir xil bo'ladi-yu, xolos shakli, ranglari. Mana shunaqa pullarim ko'p. Конечно, 600 dollarga yaqin maydaladiga, to'g'rimi? Yana kerak bo'lsa maydalagan kartalarimizda ham bor. Sochimni shunaqa yog'yaptim. Sirg'alarim. Sirg'alam Koreyada olganman. Вот, sumkani qoldim. Menga yubkacha bilan buni ishton ham bor. Ishton bilan kelsa pijama sifat bo'lib qolgani uchun kiymadim. Bu variant qilib oldim. Bizlarimiz hali ham turibdi. Menda doim peshonamga yozilgan aeroportda kutadigan odamda, meni kutishim kerak-da. Koreyaga kelganimda ham kutganman, kutib oladigan odam Malayziyaga kelganimda ham ketib qolibdi. Вообще. Но зато gullar bilan buni yashil yo'q edi, registratsiya. Даже birinchi etajda birinchi shu bo'lganmiz, registratsiya G degan. Bunaqasi yo'q edi, qilib qo'yishibdi. Yangi hotel ko'ryapsizlarmi azizlar? Can't get you out of my head. Biz taksida pavilyonga ketyapmiz. Pavilion. Cartier. Mana yopilibdi, mana tayin ketadiganmiz. O'zi 11da keldik davatga. Tabiiyki yopilibdi.
Wow. Dubayskiy shokoladga o'xshar ekan, unisi. Kirib ko'ramizmi? Ketdik. Вообще zo'r shokolad. Ovqatdan oldin birinchi desert yutganmiz-da. Menimcha ko'lchamikan? To'lash kerak. Ishad. Bunalar Koreyada emasa bo'ladi. Omala baklava, ichivonda ham turkcha baklava sotadi o'zingiz. Hammasidan o'yim kelyapti. Вообще, kreativ. Bu qaranglar, massa ishtahani ochgan. Wow. I want to order all of them. Like they all seem delicious. Here. Kyotoda, Farg'onada ham yesa bo'ladi. Hi. And for drinking, I want to order this wild berries milkshake. And how much it will be? This one. Large size. That size, okay. Yeah. That's down. How much? 47? 47.50. Only this? Yes, for me. Like we are doing Same table, right? separately but same table. Yes. Вообще gap bo'lishi mumkin bas. Stop, man. Okay, you can see that. Buni coconut chocolate ekan. Shunaqadan olamiz. Red velvet ekan. Hi. Hi. Can I buy this one, please? Yeah. No, I'm sitting here, like eating here, but I want to get this. Okay. Uyga olmoqchiman hozir. Can I buy coconut chocolate there? Buni uyga olib olaman Koreyaga. И вот, mana zakazim ketdi. Qaranglar, menga bularchi Koreyadan ham kreativ, zo'r ekan ichimliklari, shunisi yoqdi. Kafelarda tayyorlab berishidan. Bitta qoshiq maysa. Qoshiqda yetadi. İçimliyim. Вообще mazza bor-ku. Pudingga o'xshatgan. Ichlari g'irtlar. Вообще mazza ekan. Yaxshi ham qo'z qo'qib turdim. Yaxshi taste qilarmikan vkusi deb. Mana Malayziyaga ham nima qilyapman deb, qonga yurgandek bo'lyapman. Qo'qonga borsam doim, men opoqim Qo'qonda bo'lganda. Ammo aylantiradilar Kyoto, har xil brendlarda, даже Farg'onadan ham zo'r o'tiradigan joylar bor Qo'qonda. Shunda ruscha ham shirin. Ayollari ham o'rangan yuradi shunaqa. Kechasi saylarga chiqib, tortlarga, mashaqlarga shunaqa feeling tuyg'u bo'lyapti menga lekin. Mana non Shakira Lidiyaga kirib qoldim, uni jinnicha magazinga so'ramiz. How you know we are from Uzbekistan? Let's go. Baribir bular Koreyada ishlatsa, buni aloda olsak ham bo'lmaydi. Men soat olyapman, marta Rolex'da korobkasi qo'yganlar. Sen Rolex'da qolyapsan, Rolex $30,000 turadi. Bunaqa soat hozir taqqanimda ham haqiqiy bo'lmas edi. Baribir shuni taqib olaman. Olyapman razmerini moslashtirgan. 200 ringgitdan oldim. Soat oldik. Soatni ko'rsatib qo'yaylik. 진짜. 내가 좋아하는 부분은 아차아차 ಕೊಂ다리는 아차아차. Magazin. Nechta нормально bir Koreya eslatadigan magazinga kirdik. Telefon orqasiga shunaqa qilib bergan edi. Qaranglar. Bitta telefonga bunaqalarga qildirishadi. Kosmetika ajoyib ekan. Ukazal janodan jism. Mana sunstick. O'zim qarayam, kosmetikasidan qolmasin. Kesak sumka ko'rsataymi? Sumkalar ekan вообще. Qaranglar, toj O'zbekiston kelib ketdi. Shu og'ir ekan mana. I just woke up from a dream.
You know how to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I wanna be my best the last time. World was ending, I wanna be next to you. Soat kechasi 2 bo'lyapti, shahar baribir uyg'oq avjida. Ota, chiroyli joyi bor ekan, lekin 24 soat pas ekan, yopishyapti ekan. Lekin xuddi o'sha restoran ekan, 2 xil atmosfera qilib qo'yibdi o'tirgani. Biz mashinada o'tiramiz. Tushuntiryapman vodka. Mana. Mashina o'tiramiz. Burgerlari addusi, guruchlari ham havorang, даже bunaqasi Koreya yo'q. Lekin koreyslar ham havorang guruch qo'yib qo'ysa yemagan bo'lardi. Kofilarigacha bu. Men bitta jusi, keyin tiniq jusi, keyin quyuqroq bilan drink ichkim keladi. O'tirasizmi? Men ikkita ichimlik bilan bitta ovqat yedim. Mazza bo'ldi. O'sha aytgandek, kir kiyimlar, to'la xotiralar, charchagan yuzlar bilan Seulga qaytamiz. Zaryadka qildirib oldim. I'm so happy. Endi scroll qilib Instagramga storieslar qo'yib boshlaymiz ovqat yeguncha. Mana ikkita drinkim order qildim, keldi va pishimaz ekan. Yeah, this one is for me. Ovqatim ham keldi, bulardachi ovqatdan ko'ra ichimliklari hammasi yoqdi. Koreyaniklardan даже mazali, juslari ham, sheyklari ham, вообще. Mana lekin kofeda koreyaniki mana kofesi yoqadi. Mana ovqatim. Thank you. O'zim tatib ko'rdim, menga yoqdi. Yaxshi bo'lmasmikin deb tasavvur qilsam, bulyon bor-ku, mana shuni tamigan. To'q sho'rvani suv ekanda mazza. Registratsiyada turibmiz. Registratsiya. Duty free. Men bu duty free'da aylanib bo'lganman, sizlardan adashib qolganimda, lekin gilam qilib yomon qilishgan ekan. Men gilam hidi chiqib bo'lmas ekan. Boshqa binosiga olib kelishdi. Chattadan пересадка to'ba. Meni qalbim tezroq Seulni ko'rgisi kelyapti. Seulni sog'indim. Pulash вообще shok. Men biletni o'tkazishmayapti turibdi. Qarasam, kashlik qolib ketgan ekan. Yaxshiyam ichidagi pasportlarim bor, manligim bilinadi, koreyskiy ID'im bor. Olib kelib berishdi. Endi kiryapman. Endi shu bilan uchamiz. Eng oxirgi bo'lib o'zim ko'proq, hozir ayamlardan ko'proq telefoniga qara, ko'proq ishadi. Вообще qo'rqib ketdim. Xudo saqladi meni. Endi samolyotga